Toshkent shahar eng chiroyli mahallalardan bittasi bo'lgan Yunusobod tumaniga kelganmiz, qadrdonlar. Hozirgi paytda Tartsovoy burchakiniga tushgan ikkita yonboyon hovlimiz sotuvga chiqib ketyapti. 5 xona, 7 xonadan iborat bo'lib turgan 2 etaj pastda katta podvallarga ega bo'lgan uylarimiz bittasiga obzorni bermoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing, qarang. Ikkita uy nariberisida masjid ko'rib turibsizlar. Masjidga ikkita dona uy yonma-yon qo'shni bo'lsa, xudo xolasa, aynan shu ikkita hovlimizdan bitta kirib sizga ichkaridan obzorlanib beramiz. Asosiy eshigimizdan shuna kirib kelganimizda darvozaxonamizni ko'rib turibsiz. Kattagina podvallari, birinchi etaj hamda ikkinchi etaj. 3 ta urovingdan iborat chiroylikina hovlilarni ko'rib turibsizlar. Pastki taraflarga bemalol yozgi oshxona qilishlik joylar ajratib qo'yilgan. O'sha tepalarni yopib qo'yib ko'rib turibsizlar. Ichkaridan bitta kirib ko'rib chiqamiz. Kirganimizda o'rtaga koridorimizni ko'rib turibsizlar. Shunday ichdan kirib kelishimiz bilan chap tarafimizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamizni ko'rib turibsizlar. Katta panoramli oynalar qo'shilish uchun ham joylar tashlab ketilgan ko'rib turibsizlar. Pastga podvalga tushish, zindalarni ko'rib turibsizlar va ikkinchi etajga ko'tarilib ketish. Kelganimizda bu taramizga bitta chiroylikina zal, birinchi etaj uchun va yon tarafini ko'radigan bo'lsak, birinchi etaj uchun alohida bitta yotoqxona bo'lib turibdi. Tarafda o'zini sanuzallariga ega holatda. Ikkinchi etajga ko'tarilganimizda o'rta kattagina koridorni ko'rib turibsizlar. Ko'rib turganingizda ikkinchi etajda 5 ta xonadan iborat bitta chiroylikina zal, yotoqxona va yon tarafida yana yotoqxona, ichida o'zini sanuzallariga ega holatda va yon tarafini ko'radigan bo'lsak, yana ikkita yotoqxonamizni ko'rib turibsizlar. Ikkinchi etajda o'sha hisobda ikkita sanuzel. Uyimiz haqiqatan planirovkasi juda chiroyli, 7 xonadan iborat, pastda podvallarga ega holatda bo'lib turibdi. 100% pishgan g'ishtadan qurilgan. Orientir keladigan bo'lsak, Toshkent shahar Yunusobod tumani, Hasanboy shahari, Hasanboy postdan kirib ketmaysizlar, qadrdonlar. Hasanboy shaharda joylashgan, Hasanboy masjidining yonginasida bo'lib turibdi. Maktab, bog'chagacha ikkita sinf, ikkita svetofor fasolat bo'lib turibdi.